o'tgan yili kerakli ozuqa bermagan. Kuchi yetadi. Shu sababli buni qoldiryapmiz. Qachonki o'rta tanaga yaqin bo'lsa agar, shu yerda biz sifatli meva bo'ladi. Bir, ikki, uchta. Hozir tanlaydigan nimamiz uchtada. Shu yerda qaysidir chiroyli zo'r chiqyapti, to'g'rida o'rtada zo'r chiqyapti. Mana shu yerda. Mana shu, ha? To'g'ri. Yo'q, bu baqotroq, lekin yaxshiroq. Ko'rish kerak. Chekkada-da. Chekkadagi zo'r chiqyapti. Agar buni qoldirsak, bitta hosil ko'plik qilsa, yigilib qoladi. Hozir shu mevasi ko'plik qilyapsiz deyapsizlar-da, hozir shu yerdan chiroqlashtiramiz. Bitta ikkita, mana bu yerdagi o'zi qiyshaytirgan joyda nima qildik? Kelasini mana hozir shu yerda masalan aytaylik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 ta shox deylik. Kelasi shuni 40 ta qilamiz. 40 ta. Bo'lgandan keyin buni bu yerdan siralashtirib bo'lamiz. Kelasiga navda chiqarish uchun. Hozir shuni kuchi nimasi yetadigan uchun shu qoldiramiz. Iloji bo'lishi mana. Xizmatda bittaman. Qancha mevasi yo'q. Mana shular chiqqandan keyin buni o'sha bu yoqqa chekka surdi. Lekin mana bular mevasini yetkazib yirik qilib bera olmaydi. Shu sababli bunday qilib kesamiz uni. 3 ta meva qoldirib. Ko'rdinglarmi? Archasini bo'lib qoldi. Savdolarni qoldirdim, baquvvatligi uchun qoldirdim. Holatiga qarab qoldirdik, holat. Nimani navdani holatiga qarab qisqartirib, uzaytirib nima qilib qoldirdik. Lekin yonboshdagilar buni qamrab oldi. Lekin buni ishi zo'r. Hozir shu yerda qanday nima qiladi? Tekisini mana o'zi aslida mana bu yerdan olib qaysini yo'nalishiga qarab qo'yib kesilish kerak. Mana bu yerda yaxshi turibdi. Bu kerak yo'q, bu yomon. Ko'rdingizmi? O'sha daraxtning shakli kelib qoldi. Mana bu yerda to'sib turibdi. Bu yerda kerak yo'q bizga. Daraxtning holatiga qarab bizlar shoxini qo'yamiz. Qancha nimani ko'tara oladi. Holatiga qarab uchini kesamiz. Uzunrog'ini sal nimaroq, qaltaroq qilib ko'taradigan darajada nima qilib kesamiz. Mana bu yerdagi shoxlarni kamaytirishda men sizlarga aytaman, juda ko'p deb nima qilyapsizlar-ku. Mana shuni hozir mana liderlarni qiyshayib ketyapti. Shu to'g'ri chiqarishimiz uchun qanday nima qilamiz? Mana bu yerda qalin nima dedi? Buni bu yerdan kesmaymiz. Buni haqi nima deydi? Bu yerdan bunday qilib hozir kesib to'xtatib nima qilishimiz. Mana bu yerda yaqin. Ko'rdingizmi mana qanday nimani qo'yapman o'zi. Mana buni ham nimasiga qarab mana. O'sha bu yerda nima qilish kerak? Kelasi yil mana bu yerdan chiqsa-ku buni qisqartirib nima qilamiz? Hozir shu